ajrashish, ya'ni nikohni bekor qilish masalasida odatda sud yoki FQD organi orqali ma'lum bir muddat yarashish uchun imkon berilishi mumkin. Oila kodeksining 40-moddasiga asosan sud tomonidan ishni ko'rishni keyinga qoldirib, xotinga yarashish uchun 6 oygacha muddat tayinlashga haqli. Biroq ayrim hollarda sud yoki FQD organlari tomonidan nikohdan ajratishda yarashish uchun muddat berilmasligi ham mumkin. Masalan, oilada zo'ravonlik bo'lsa, agar turmush o'rtoqlaridan biri ikkinchisiga nisbatan jismoniy yoki ruhiy zo'ravonlik qilgan bo'lsa, sud yarashish uchun vaqt bermasdan ajrimni tezlashtirishi mumkin. Bundan tashqari, turmush o'rtog'ining bedarak yo'qolgan deb topilgan bo'lsa, agar yoki xotin uzoq vaqt davomida topilmasa va sud tomonidan bedarak deb topilgan bo'lsa, yarashish muddati berilmaydi. Bundan tashqari, ruhiy kasal bo'lsa yoki muomalaga layoqatsiz hisoblansa, agar turmush o'rtog'i sud qarori bilan muomalaga layoqatsiz deb topilgan bo'lsa, yarashish uchun vaqt ajratilmaydi. Shu bilan birga, jinoyat sodir etib uzoq muddatga qamalgan bo'lsa, agar turmush o'rtog'i uzoq muddatga ozodlikdan mahrum qilingan bo'lsa, nikohni saqlab qolishning deyarli imkoniyati yo'q deb hisoblanadi. Shuningdek, nikohni davom ettirish imkonsizligi aniq bo'lsa, agar sud nikohni saqlab qolishning hech qanday imkoniyati yo'q deb hisoblasa, ya'ni uzoq muddatdan beri birga yashamasa, yarashish uchun muddat tayinlanmasligi mumkin. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib obuna bo'lishni unutmang.